Angren shahar ixtisoslashgan ta'lim muassasasida haqiqatdan juda iqtidorli o'quvchilar juda ko'p. Mana shulardan bittasini mana hozir ko'ryapmiz. Soat charxpalakni yaratishda o'quvchilarimiz ustozlar bilan birga hamkorlikda ixtirochilikka bir qadam o'sha tanlovda qatnashib kelib, faol ishtirok qilib, yaxshi o'rinlarni oldik. Bu kelgusida o'quvchilarimizdan yana shunaqangi innovatsion yutuqlarni, yangi fikrlarni, yangi loyihalarni kutib qolamiz. O'quvchilarimizga omad tilaymiz. Menga o'xshagan o'quvchilar bu o'quv quroli bilan har xil soat mintaqalaridagi orasidagi tafovutni bila oladi. Toshkentda soat 7:00 bo'lgan paytda, Nyu-Yorkda, aytaylik Tokioda soat necha ekanini bir ko'rsatib bering-chi bizga. Tokioni so'radingiz, soat bizda 12 ekan. Amerikada 19, 7, bizda 10 ekan. Sana mana bu 12 va 24 ni orasidagilar yangi sana kelaveradi. Borgan sari eski sanalar yo'qolib boraveradi aylangan sari.